Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, hayotda muvaffaqiyatli bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdagi barcha keraksiz odatlardan qutulishingiz kerak. Kamchiliklar bo'ladi har bir insonda, bilasizlar. Shundan qutulish yo'lini qilish kerak. Ballast yuk deydi. Ya'niki insonda uni bosib turgan bir yuk bo'ladi. Ana shu yukdan qutulishni harakatini qilish kerak. Ilgari havo sharlarida shu qoplaga qumlarni solib ko'tarilishgan. Ya'ni havo sovishni boshlaganda, havo shari pastga tushganda haligi qoplarni tashlash hisobiga yana tepaga ko'tarilishgan. Bizani ham pastga tortuvchi mana shunaqa kamchiliklarimiz bor, bloklarimiz bor. Shulardan qutulishni o'zingizlarga bir maqsad qilib olinglar. Ya'ni kerak emas, nima meni orqaga tortyapti? Mana savol beringlar-da, ya'ni psixologiya nima o'zi? Psixologiya bu to'g'ri qo'yilgan savol. Nima meni pastga tortyapti? Nima meni bir joyda ushlab turibdi? Keyin shuni harakatini qilib shundan qutuling. Qanchadir muddatdan keyin haqiqatan mana shu zararli odatingizdan qutulasiz. Hayotingizda o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Osonmi, qiyinmi? Oson desangiz oson, qiyin desangiz qiyin. Men har doim aytaman, o'zingizlarga oson, yengil degan programmani qo'yinglar. Bu foydaliroq. Qiyin desangiz qilgingiz kelmaydi. O'zgarish iloji yo'q deb hisoblayverasiz. Lekin mana shuncha insonlar, mana butun dunyo bo'ylab, faqat O'zbekiston emas, butun dunyo bo'ylab insonlar hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi. Nihoyatda katta muammolarni yechishga muvaffaq bo'lishyapti. Nima uchun? Siz o'zingizni hayotingizni o'zgartirmasligingiz kerak. Albatta, o'zgartirsa bo'ladi, o'zgartirish shart. O'sha ballastlardan qutuling, sizni pastga tortayotgan. Nima, qaysi odatim meni pastga tortyapti deb savol bering o'zingizga. Yozing. Mana shu maqsad qilib qo'ying o'zingizga. Bo'ldi, qutulaman deng. Nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilaman. Sport bilan shug'ullanish kerakmi, misol uchun? O'sha lanjlikdan, bir quvvatsizlikdan qutulish uchun. Bo'ldi, shug'ullanaman. Ertalab o'zingizni olib chiqib, majburlab yurg'izing, yugurtiring. Eng yaxshisi, boshida yugurgan ham yaxshi. Bir hali energiyani his qilasiz. Zavq paydo bo'ladi. Nihoyatda mana bugun alhamdulillah havo ochiq. Ya'ni dam olish kunlaridan foydalanib yurish mumkin, toza havoga chiqish kerak. Bu ham bir ne'mat ekan. Shu yo'qotganimizda ko'pincha tushunib qolamiz. Ajoyib kun. Doim harakatda bo'lish kerak. Doim tepaga intilish kerak, cho'qqiga chiqishga harakat qilish kerak, hayotini yaxshilashga harakat qilish kerak. Harakatda barakat. Buni hamma biladi, lekin bilish boshqa, qilish boshqa. Doim harakatingizni ko'paytiravering. Hech qachon to'xtamang. Yengilish hayolingizni ko'chasiga kelmasin. Har kun harakat qilaman deng. O'zingizga va'da berib, va'daning ustidan chiqing. Shunaqa insonga aylaning. Ya'ni inson o'zini o'zgartirish kerak. Tamom. Shu foydali odatlaringizni ko'paytirsangiz, inshaalloh ko'rasiz, hayotingizda juda kuchli o'zgarishlar bo'ladi. Ko'p muvaffaqiyatlarga erisha boshlaysiz. O'sha harakatchan, g'ayratli insonlarga qo'shilib oling iloji boricha. Tabiat qo'yniga chiqing. Hamma vaqt bizda imkoniyatlar bor. Faqat vaqt ajratish kerak. Inson o'zini sevsa, o'zini hurmat qilsa, o'zini sog'lig'i uchun vaqt topadi, o'zini o'zgartirish uchun vaqt topadi. Bahonalar topmaydi. Ishim bor, charchadim, yana bir narsa. Charchoq o'zidan o'zi ketib qolmaydi. Ya'ni sababini qilish kerak. Inson o'zini o'rganish kerak. Shart, o'rganish shart. Albatta. To'xtamang, hech qachon to'xtamang. Shunda yutasiz. Hammalarga omad tilayman. Doim harakatda bo'lamiz. Hammaga ajoyib kayfiyat tilab qolaman.